Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan o'qtoq kasalligidan 100% tuzalgan qozog'istonlik bemorimiz bilan suhbat qilamiz. Ushbu bemorimiz bu kasallik bilan 1 yildan ziyod vaqt davomida kasallanib, demak, to'liq tuzalishga erishdi. Qanday qilib mana shunday natijaga erishganligi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Mana siz klinikamizga kelib, barcha tavsiyalarga amal qilib, 100% lik, demak, natijaga erishdingiz. Mana shu bizni klinikamizga kelishingiz va qanday qilib mana shunday natijaga erishishingiz haqida qisqacha siz bilan gaplashsak. Assalomu alaykum. Eng avval men Samarqandga kelishdan oldin Chimkentda lecheniya oldim. U yerda menga bir maz berdi. U hech qanday ta'sir etmadi. Ya'ni o'zining natijasini ko'rsatmadi. Shundan keyin uni ishlatmay qo'ydim. Keyindan sizni iyulning oxirlariga yaqin Instagramdan ko'rib qoldik. Shundan keyin avgustning boshlariga yaqin o'sha Samarqandga kelish niyatimiz bo'ldi va keldik. Siz klinikamizga kelgancha qancha vaqt davomida mana shu kasallik sizda bor edi? Men o'sha kelishdan oldin 5-6 oy chaqli bo'lgan, ya'ni qish oyida boshlangan. Qish faslida uncha bilinmasdi. Keyin quyoshga chiqib, quyosh nuri betimga yaxshi taralgani uchun uni yonimda o'rtoqlarim ayta boshladi. Betingda oq dog'mi, yoki bir narsami deb so'ray boshladi. Uni o'zim ham payqalmas edi. Keyin hammaga payqalgandan keyin o'zim ham payqay boshladim va uni ayamay aytdim va shu lecheniyalar bo'yicha kirisha boshladik, hafta bo'yicha. Yaxshi. Mana aziz do'stlar, bu qizimiz klinikamizga kelgancha, demak 5-6 oy oldin o'qtoq kasalligi bilan o'zi kasallanganligini bilgan va biz tashxis qo'yganimizda bu kishida ikkita holat, ya'ni yuzida o'qtoq holati va septon kasalligi, ya'ni hol atrofida oq dog'ni kuzatilishi. Ya'ni buni biz oq dog'ning yengil formasi deymiz. Mana shu holat bu kishida aniqlangan edi. Demak, bu bemorimizni biz klinikamizga kelgandan keyin to'liq tekshiruvlardan o'tkazib, barcha tavsiyalarni berdik. Ya'ni davolashdan oldin mana shu septon kasalligi, ya'ni o'sha holni birinchi bo'lib maslahat qilib oldirib tashladik va keyin davolashga kirishdik. Bu bemorimizga barcha tavsiyalarni berdik. Endi o'zlaridan tavsiyalarga amal qilish qanchalik oson yoki qiyin bo'lganligini so'raymiz. Mana o'zingiz ayting, tavsiyalarga amal qilish oson bo'ldimi yo qiyin bo'ldimi? Nimalarga amal qilish tartibingiz haqida bir aytsangiz. Avval bizga gazirovnilar ichishmash kerakligini aytdi. U boshida menga qiyin bo'ldi. Только oq suv ichish, qadimgi chaylarni ichish menga juda qiyin bo'ldi. Men kundalik umrda o'zim gazirovni ichib o'rganib qolgandan keyin u boshida menga qiyinlik bo'ldi. Biroq keyin ichmagandan keyin hozir gazirovni ichadigan bo'lsam, o'sha tanamda uni yoqtirmaslik, gazirovni qabullaymaslik bo'ladi. Demak, parhez birinchi bo'lib, parhezga yaxshilab amal qildingiz. Bundan tashqari uyqu, ovqatlanish rejimlar qanday bo'ldi? Asabga amal qilish qanday bo'ldi? Haqida ham ayting. Menda uyqu rejimim to'g'rilandi. Ya'ni men soat 10 da uxlab, asongi soat 6 larda darsga ketishim kerak bo'ldi. Asab nisa sal qiyin bo'ldi. Hozirgi kunda ham qiyin. Uni ushlab turish, sal odamlar ters so'ylab qolsa tez ochilib ketish u hozir ham bor. Biroq baribir shuni ushlaysiz. Ishlayman. Shu ovqatlanish rejimim ham sirtqa ovqatlarga qaraganda uyda ishlangan ovqatlarga ko'proq qilaman, yaxshi qarayman. Mana ko'ryapsizmi? Haqiqatan ham tavsiyalar oddiy tavsiyalar, lekin inson tuzalishim kerak deb harakat qilsa amal qiladi. Mana yosh bo'lishiga qaramasdan bemalol parhezlarga amal qilgan, uyqu rejimini to'g'irlagan, ovqatlanish rejimini to'g'irlagan. Asab haqiqatan buzilib turishi mumkin, lekin baribir esida men asab qilmasligim kerak deb, demak o'sha xotirjamlikka harakat qilish ham tezroq mana shunday natijalarga erishishga sababchi bo'ladi. Mana qarang, 1 yildan ziyod vaqt stabilni o'sha tavsiyalarga amal qilish oson emas. Birdaniga natija bo'lmagan sizga ham o'sha natijalar haqida aytsangiz va shuncha muddat sabr qilib, demak tavsiyalarga amal qilishingizga sabab nima bo'ldi? Hamma ham buncha vaqt, uzoq vaqt amal qilmaydi. Bir xilla shifo topmadim-ku deb boshqa vrachga ketib qoladi. Har xil holat bo'ladi. Sizda qanday bo'ldi shu holat?
Menda eng avval umid bo'ldi. Ya'ni biz Qozog'istondan o'sha Samarqandga kelib o'tirgandan keyin ichimda katta bir umid bo'ldi. Bu yerga Alloh bekordan-bekor yubormagan. Ya'ni men o'sha yerdan shifo topib keta bilaman degan umid bilan keldim. Undan keyin bizda o'sha lecheniyalar asta-sekin o'z natijasini bera boshladi. Boshida men har 2 haftada, har 3 haftada kelib berar edim. Keyin 2-3 oyga cho'zildi. Ya'ni 2-3 oyda bir kelib berdim. Menda bir 3-potokdanki уже natija ko'rina boshladi. Ya'ni betimdagi o'sha dog' yo'qola boshladi. Zo'r. Mana aziz do'stlar, yana bir e'tibor beradigan jihatimiz noumid bo'lmaslik. Ya'ni bu kishi kelib haqiqatan shifo topayotgan bemorlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan, tuzalaman degan mutlaq bu kishida ishonch bo'lgan. Ko'pchilik doktor tuzalamanmi deydi. Men biron marta sizga aytdimmi, siz tuzalib ketasiz deb siz mendan ham so'ramagansiz ham даже. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zlari so'ramaganlar. Ichkaridan ishonch bo'lgan. Biz yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Siz tuzalasiz, mana shuncha vaqtga tuzalasiz deb men bironta bemorimizga aytmayman. Doim aytib kelamanki, noumid bo'lmang. Bu narsa dard bormi, shifosi bor. Faqat biz o'sha narsaga amal qilib harakat qilsak, organizmimiz demak tuzalishga harakat qiladi. Shu sababli 1 yildan ziyod vaqt mana stabilni tavsiyalarga amal qilib kelib turgan. Boshiga o'sha 2 haftadan keyin keling desam, 2 haftadan keyin, 3 haftadan keyin keling desam, 3 haftadan keyin. Keyinchalik 1 oy, 2 oyda bir kelgan, mana sekin-sekin mana 100% demak natijaga erishdi. Mana klinikamizga kelib shifo topdingiz va qolgan bemorlarga, mana biz kuzatuvchilarimizga nima tavsiya qilgan bo'lasiz? Eng avvalo tavsiya qiladiganim bu o'sha doktorning aytganlariga, tavsiyalariga rioya qilish va men o'sha doktorning, shifokorlarning tavsiyasini bajara o'tirib, o'sha Royal Medga kelgan bir necha chet eldan kelgan bemorlarni ko'rdim. Ular misol uchun Qirg'iziston, Tojikiston, shu yerlardan kelgan bemorlar, ya'ni ular ham o'sha yerdan umid izlab o'sha davolanib ketaman degan umidda kelgan bemorlarni ko'rdim. Mana aziz do'stlar, Qozog'istondan kelgan bemorimizni o'zini fikrlarini eshitdilaring. Biz bundan oldin Qirg'izistondan kelgan bemorimizni ham natijasini qo'ygan edik. Tojikistondan ham bemorlar ko'pchilik kelib shifo topib ketishyapti. Men nima demoqchiman qisqa qilib, bu kasallikning ham davosi bor. Ya'ni dard bormi, davosi bor degan umumiy qoidaga amal qilishimiz kerak. Ya'ni hech qachon noumid bo'lmasligimiz kerak. Agar sizda ham mana shunday oqtoq kasalligi bo'lib, uzoq vaqtlardan beri har xil davolash usullarini qo'llab, agar natijaga erisha olmayotgan bo'lsangiz, bemalol demak klinikamizga murojaat qilib, tekshiruvlardan o'tib, agar bizni tavsiyalarimizga amal qiladigan bo'lsangiz, siz ham nasib bo'lsa mana shunday ajoyib natijaga erishishingiz mumkin. Ko'rishguncha barchaga salomatlik tilaymiz.